Sifatli moy quysangiz, shu bir marta quydirib ketgan klient keyingi safarga yana qaytib keladi. Yordam beryapti, qo'ldan kelgancha tez-tez xabar olib turadi bizdan. Oldindan o'zi bu sohaga, bu yo'nalishga qiziqardi. Buyoqda ochganimizda hali unaqa ko'p narsamiz yo'q edi. O'sha mahalla shu bankerlariga, bankka murojaat qildik. Har bir biznes ortida bir g'oya bor. Uni rivojlantirish uchun esa ba'zan mablag', ba'zan esa to'g'ri yo'l yo'riq kerak bo'ladi. Bugun Sirdaryo viloyati Guliston shahri tajribakor mahallasidamiz. Bu yerda mahalla bankeri faoliyati va uni ko'magida rivojlanayotgan tadbirkorlik loyihalaridan biri bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Men Nusratullayev Abduvali, Guliston tumani tajribakor mahallasini mahalla bankeri bo'lib ishlayman. Shu yil davomida mahallamizda aholini bandligini ta'minlash, daromadini oshirish hamda kambag'alligini qisqartirish bo'yicha tizimli ishlar olib bormoqdamiz. Aholiga kreditlar ajratish, mikroloyihalar bo'yicha qo'llab-quvvatlash hamda kasb-hunarlarga o'qitish orqali aholini bandligini ta'minladik. Biznesga birinchi qadam dasturimiz bo'yicha 73 ta loyiha qilganmiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Isroilov Abdulaziz. Men shu moy shoxobchasini yuritaman. Bu shoxobchani boshlaganimizda shu yilning boshida boshlaganmiz. O'zimizda shu mablag'imiz yetmaganligi hisobidan shu mahalla shu bankerlariga, bankka murojaat qildik, Sanoat qurilish bankiga. Ulardan shu 25 million kredit oldik. Bu yerda ochganimizda hali unaqa ko'p narsamiz yo'q edi. O'sha bank orqali kredit olganimizdan keyin shu moylarni olib, shu mahsulotlarni olib ish yurityapmiz. Boshida oyiga 4-5 million daromad qilib turgan bo'lsak, hozir уже 15-20 millionga yaqinlashib qoldi. Bu moydan tashqari yana biz o'zimizda yana faoliyatimizni kengaytirib, avtomobillarda injektor tozalash apparatlarini oldik. Shu ish bilan ham shug'ullanamiz. Keyin avtomobillarga shu diagnostika, programma urish yo'lini ham ishga qo'yganmiz. Bu yerda ochganimizda men o'zim ochgandim boshida, o'zim edim. Klientlar juda ko'payganini inobatga olganda, undan keyin ikkita shogird oldik. Hozircha qo'l ostimizda ikkita shogirdimiz bor. Xudo xolasa yanada faoliyatimizni kengaytirmoqchimiz. Oldimizga qo'ygan ikkita maqsadimiz bor. Shu maqsadimiz avtomobillarni avtomatik korobkasini moyni almashtirib, ham o'zi to'kib, ham o'zi quyadigan avtomatik korobkani shu moyni almashtiradigan apparat bor. O'shani reja qilib qo'yganmiz, olib kelishdi. Undan keyin suv sistemasi, antifriz tizimini, sistemasini tozalay turgan apparat bor. Xudo xolasa ularni ham olib kelish planda bor, rejamiz bor. Bu yerda ochishimizdan maqsad oldindan o'zi bu sohaga, bu yo'nalishga qiziqardim. Moydan tashqari bizda har xil mashinalarga shu filtrlarimiz bor. Havo filtr, masina filtr, hamma narsa, hammasidan bor. Ham bu sohada tashqari men o'zim motor hadoviy sohasida ham ishlayman. Sohada birinchi o'rinda sifatga e'tibor berish kerak. Quyib berib turgan moyiz yaxshiligiga o'zi ishonch hosil qilishingiz kerak. Yaxshi dilerlar bilan, yaxshi o'sha moychi nimalar bilan, moylar bilan shartnomalar bilan shartnoma qilishingiz kerak. Sifatli moy quysangiz, shu bir marta quydirib ketgan klient keyingi safarga yana qaytib keladi. Mahalla bankeri yaxshi, Xudoga shukr. Yordam beryapti, qo'ldan kelgancha tez-tez xabar olib turadi bizdan, misol uchun. Xudo xolasa yangi shu hozirgi olmoqchi bo'lgan shu apparatlarimizni ham Xudo xolasa shu mahalla bankeri bilan maslahatlashyapmiz. Yaqin kunlarda uni ham
rejalashtirganmiz, olib kelishdi. Shu yilning boshida Isroilov Abdulaziz aka yonimga moy almashtirish shoxobchasi ochish niyatida keldi. Men mikromadad dasturi bo'yicha Abdulaziz aka 25 million kredit mablag' ajratib berdim. Abdulaziz aka hozirgi kunda shu loyiha bo'yicha ikkita ish o'rni yaratib, faoliyatini olib boryapti. Bir paytlar faoliyatini kengaytirish uchun imkoniyat izlagan tadbirkor bugun o'z biznesini rivojlantirishning keyingi bosqichini rejalashtirmoqda. Tajribakor mahallasidagi bu loyiha mahalla bankiri va tadbirkor hamkorligida amalga oshirilayotgan tashabbuslardan biri.